Uylandingiz, farzand bo'lmayapti. Tekshirib ko'rdingiz, urug' foizlari hammasi nol chiqyapti. Va buni darhol mutaxassis andrologga ko'rinish kerak bo'ladi, chunki buni tekshirib ko'rsatma bo'lsa, albatta operativ yo'l bilan tuxumlarda ochib ko'riladi va urug'lar topilsa, u orqali farzandli bo'lishingiz mumkin. Azospermiyaning ham eng og'ir darajasi, ya'ni Klinefelter sindromida moyaklar hajmi 1 kub, 1,5 kub. Shunday bo'lsa ham hozirgi bemorimizda mana urug'lar topishga muvaffaq bo'lyapmiz. Bu ham Allohning inoyati bilan biz hozir sababini qilyapmiz. Inshaalloh bu bemorimiz ham ota bo'lish baxtiga muyassar bo'ladilar. Bemorimiz Xorazm viloyatidan kelganlar va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ixlos bilan kelganlar. Necha yil bo'ldi turmushga? 2 yil bo'ldi. Yoshingiz nechida? 25 yoshda. Klinefelter sindromida 25 yoshgacha spermatogenez jadal bo'lishi mumkin. 25 yoshdan keyin esa spermatogenez orqaga qarab ketadi, ya'ni tuxumlar faoliyati pasayib boradi. Agar sizda yoki sizning yaqinlaringizda azospermiya yoki umuman farzandsizlik bilan qiynalib yurganlar bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Sizlarga sababini qilishga har doim tayyormiz.